Bismillahirrahmanirrahim. Farz bo'lgan ibodatlarning hammasi bir xil bo'lamdi. Farz deyilgan ibodatlarning hammasi bir xil olmaydi. Farz ikki turlik bo'ladi. Birinchisi farz ayn. Farz ayn deganimiz jamiyatdagi har bir musulmonning ado qilishi kerak bo'lgan, zurur bo'lgan ishlarni ko'rsatadi. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish. Bu ishlarni har bir musulmon ado qilishi kerak. Ikkinchisi farz kifoya. Bu musulmonlar jamiyatiga umumiylik bo'lgan farz. Ammo shu jamiyatdan bir bo'lik kishilar qilib, shu jamiyatning hojatini qamdisa, boshqa kishilardan mas'uliyati va gunohi saqit bo'ladi. Masalan, diniy ilm o'qish musulmonlar jamiyatiga nisbatan farz. Ammo buning xarakteri farz kifoya. Ya'ni shu musulmonlar jamiyatidan bir bo'lik kishilar diniy ilm o'qib, shu jamiyatning diniy jihatdagi ehtiyojini qamdasa, boshqalardan gunohi saqit bo'ladi va mas'uliyati saqit bo'ladi. Ammo hojatini qamdayolmasa, hamma kishilar buningdan mas'ul bo'ladi. Shuningga o'xshash fan texnika egallashmi farz kifoya. Musulmonlar jamiyatidan bir bo'lik kishilar fan texnika egallab, shu jamiyatning ehtiyojini qamday olsa, boshqalardan mas'uliyati saqit bo'ladi. Ammo ehtiyojini qamdayolmasa, shu musulmonlar jamiyatining hammasi gunohkor bo'ladi.